Mirtemir Tursunov 1910-yilda Qoratog' etaklarida Turkiston shahrining Qon qishlog'ida tug'ilgan. Avval bobosi qo'lida, keyin eski maktabda tahsil olgan. So'ng Toshkentga kelib, Almay nomidagi bolalar namuna ish maktabida tarbiya ko'radi. Samarqanddagi O'zbekiston davlat pedagogika akademiyasida o'qiydi. O'qishni bitirib maktablarda muallimlik qiladi. Nashriyotlarda, yozuvchilar uyushmasida ishlaydi. Shoirning birinchi she'ri Tambirim ovozi 1926-yil 16 yoshida e'lon qilinadi. 1928-yil uning Shu'ralar qo'ynida nomli ilk she'riy to'plami nashr etiladi. Zafar, qaynashlar, tong to'plamlari dunyo yuzini ko'radi. 30-yillarda juda ko'p vaqtini tarjimalarga bag'ishlaydi. Pushkin, Lermontov, Nekrasov, Shevchenko singari adiblarning she'rlarini, dostonlarini o'zbekchaga o'giradi. Umuman tarjima sohasida Mirtemir nihoyatda barakali ijod qilgan. Antik dunyo shoiri Homer, shuningdek Shotir Ustavali, Tagor, Maxtumquli, Derda, Nozim Hikmat she'riy asarlari, Manas qirg'iz xalq eposi, Qirg'iz-Qoraqalpoq xalq dostonini Mirtemir zahmatlari tufayli o'zbek o'quvchisiga yetib kelgan. Umri davomida shoir o'nlab she'rlar va dostonlar to'plamini chop ettirdi. Boyng, Poytaxt, O'ch, Surat, Qoraqalpoq daftari, Tingla hayot, Izlaganim, Tog'day suyanchim, Yodgorlik kabi ularning ichida eng mashhurlari. Bu to'plamlarning darajasiga qarasangiz, inson hayotining barcha pallalaridagi kechishlar, tuyg'ular, taassurot va xotiralar jam bo'lganini ko'rasiz. Chunki Mirtemir xoh yirik doston yozsin, xoh sahna asari yoki katta asarlarni tarjima qilsin, bundan qat'iy nazar biron kun ham she'rni yozishni tark etmagan. Ko'nglidan kechgan barcha tuyg'ularni she'rga ko'chirgan. Bu gohida O'zbekistonimizning paxtazor dalalarini kezib, mehnatkash dehqonlar bilan tanishib, barchaning bunyodkorlik bilan yashayotganidan ta'sirlanib, zavq-shavqqa to'lib shunday satrlar bitadi. Shavkatim faxrim mening, dengizu narxim mening, yuragim bag'rim mening, paxtakor respublikam. Shoirni to'lqinlantirgan tuyg'ular mo'l. U goh tarix sahifalarida varaqlab, ota-bobolarning ulug'vor ishlaridan hayratga tushadi. Goh bu hayratlarni o'z zamonasining mard, tanti insonlari bilan muloqotlardan she'rlarga ko'chiradi. Shoirning ijodidagi bosh mavzu nima deb so'ralsa, yurtga, tabiatga oshiqlik, bolalik xotiralariga sadoqat, o'z xalqidan faxrlanish, uni chin dildan sevish va ardoqlash deb aytish mumkin. Mirtemir she'rlarida bu mavzular ko'pincha birikib, omuxtalashib keladi. Bir she'rning o'zida ham tabiat go'zalligi, ham xotiralar, ham iftixor tuyg'usi va yana hayotga muhabbat kabi tushunchalarni ifodalashni ko'rish mumkin. Shoir umrining oxirida Yodgorlik deb nomlangan she'riy to'plamlarni tayyorlaydi va unga so'nggi yillarda eng sara she'rlarni jamlab, o'zidan keyingi avlodlarga ma'naviy tuhfa qilib qoldiradi. Mirtemir 1978-yil 24-yanvarda 68 yoshda vafot etdi. Shoirning avlodlarga qoldirgan ijodiy merosini aniqlab, 4 jildlik asarlari nashr etildi. Mustaqillik yillarida Mirtemirning xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirishdagi ulkan xizmatlari taqdirlanib, buyuk xizmatlari uchun ordeni berildi.